Oxirgi payt ayrim ota-onalardan ko'rib jahlim chiqadi. Farzand o'qiyman deydi-yu, qo'liga kitob olsa, o'qib olim bo'larman, bor tur ishingni qil. Bor molga qara, qo'yga qara. Ayrim ota-onalar va noto'g'ri motivatsiya berib qo'yadi. Farzandiga bor iqtidori ham, istodni ham shartta kallasiga bir solib uxlatib qo'yadi. Lekin ongli ota-onalar "Mani farzandim eng aqllisi, san eng aqllisan, san eng baxtlisan, sani qo'lingdan ko'p narsalar keladi va san dunyoni o'zgartira olasan" deb farzandiga motivatsiya berib, hayotga bo'lgan qiziqishini va fikrlashini o'zgartiradi. Va ayrim ota-onalar bor, sani peshonangga bu narsa yozilmagan. Biz kambag'al oiladan chiqqanmiz, san qila olmaysan. Uning uchun katta tanka kerak orqasidan. Uning uchun qarindosh urug' zo'r bo'lish kerak. Biza qila olmadik, san ham qila olmaysan. Sani peshonangda bu narsa yozilmagan. Bersa Xudo beradi. Bo'lmasa bermaydi. Hammasi bo'lmagan gap. Bo'lmagan gap. Yaxshilab eshitib oling. Qur'onda Rod surasining 11-oyatida aytilgan. Qaysi bir qavm inson o'zini o'zgartirmaguncha, Alloh ularni holini o'zgartiradi. Ya'ni siz hayotingizni o'zgartirmoqchimisiz? Birinchi o'rinda qarindosh urug'dan, ota-onangizdan emas, o'zingizdan boshlang.